Qani xush kelibsizlar endi. Ko'rishib qo'ydik mana. Faqat Manchester City'ni profilda ko'rdim. Buldozer poyezd keldi. Ketdik endi. Ketdik endi. Xudo xolasi zo'r surpriz bor. To'g'rimi shunaqa? Yomoni bo'ladi. Tarixda bo'lmagan bunaqasi. 100 mingta like qilib turinglar. Ataylabga hech kimga xabar bermaganmizni yashirincha texnikni olib chiqib ketilyapti. Ajiotaj realniy katta Ibrohim. Hozir bitta joyga boramiz, lekin yomon narsa bo'ladi. Lekin Abduqodir bor, shunaqa jinni bo'lib qoladi hozir. Shokka tushadi Abduqodir. yoshli bola va eng qizig'ini aytaymi, 25-da Eronda o'yin bo'ladi. Eronga Manchester City bir o'zi uchun spets samolyot jo'natyapti. Bir o'zi Eronni olib ketish uchun. Rahmon aka, nima surpriz o'zi? Ukam, shunaqa surpriz, sen ham jinni bo'lib qolasan. Eng qizig'i bir paytlar seni ham orzuying bo'lgan. Ungacha muxlislar like bongilab tursin, like qilib tursin. Inshaalloh hammaga shunaqa farzandlar nasib qilsin. Abduqodir Husanov murabbiyini olib kelyapti mana. Senga hadya futbolning dadasidan. За все, что ты делаешь в футболе. Иншаллах, чтобы было таких ребят в Узбекистане побольше и процветали страну. Давай, поздравляю. Tabriklaymiz. Qarshi chopqilsami? O'zingiz ochib beringmi? Yo, siz o'zingiz ochib bering keyin. Mana bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? Okay, bu eng full night paketi. Wow. Gelenwagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir, his-tuyg'ularingni gapirib bor nimadir deb. Rahmat sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz vaqtda. Ko'zlarini qaranglar, kirib gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Molik, antiradar hammasi. narsasini biza qilib beramiz. Kelishdingmi? Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohim bilan kelishdingmi? Xolasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir qilgan inson mana bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyezd aslida bu bo'lgan boshida. Gap yana Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir aka yomon. Har bir ota-onaga nasib qilsin. Shunaqa futbolchilar ko'payaversin. Xudo xohlasa men ham o'g'lim futbolchi inshaalloh. U ham shunaqalar nasib qilsin. Gap yo'q aka, siznikini ham mana shunaqa kutaveramiz, xudo xolasa.